Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. MyGo taksi loyihasi orqali poytaxtimiz ko'chalari bo'ylab harakatlanamiz hamda yurtdoshlarimizni o'z manzillariga eltib qo'yamiz. Bu jarayonda ular bilan suhbatlashish imkoniyati ham bizda bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. MyGo taksi loyihasining yangi mavsumdagi birinchi soni efirda va bugun ham biz poytaxtimiz ko'chalari bo'ylab harakatlanamiz va yurtdoshlarimizni bepul o'z manzillariga eltib qo'yamiz. Va mana shu jarayonlarda albatta ularning raqamli savodxonlik borasidagi bilimlarini ham tekshirib ko'ramiz. Demak, ketdik. Yaqin daqiqalar davomida mana shu jarayonlarga siz ham bevosita guvoh bo'lishingiz mumkin. Yakungacha, oxirigacha albatta ko'ring, qiziqarli bo'ladi. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Taksimi? Ha, qayerga ekan? Nukus ko'chagacha. Bo'ldi, chiqing. Necha pul deysiz? Chiqavering, berarsiz. Ismingiz nima aka? Ismim Azizbek. Azizbek aka, mygo.uz portalidan foydalanib turasizmi? Menimcha bugun O'zbekistonda ushbu portaldan foydalanmaydigan inson deyarli bo'lmasa kerak. Ishlataman. Bor o'zida demak. O'zimda bor. Bilmadim lekin aniq sanab ko'rmagan. Taxminan qancha deb o'ylaysiz? 20 tacha. Aha. Xizmat ko'rsatishsa kerak. Ichida. Hozirgacha ushbu xizmatlar soni, ya'ni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ko'rsatiladigan xizmatlar soni 700 dan ortgan va bu raqamlar o'sib boryapti. Yaqin vaqtlar mobaynida buni 1000 ga olib chiqishni reja qilishyapti. Va nima o'zimga kerakli bo'lgan joylarni ishlatganman, shu esimda qolganini ustiga ozgina qo'shib aytdim-da. Qaysi xizmatlarni ko'proq foydalangansiz onlayn ko'rinishda? Xizmatlari nimalar kirishini menga ayting endi. Masalan, sizga bir hujjat kerak, shaxsni tasdiqlovchi hujjatning o'sha elektron nusxasi mygo.uz portalida mavjud bo'ladi va shundan kelib chiqib siz turli bir tashkilotlarga topshiriladigan, borib topshiriladigan arizalarni onlayn holatda olish imkoniyati, topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Masalan, pasportingiz yo'qoldi, aynan my.go.uz portaliga kirib ham onlayn tarzda o'sha pasportingizni qayta tiklashingiz mumkin. Menda bitta narsa bo'lib qoldi. Yangi ishga topshirayotgan paytimda o'sha MyGo'dan qildim menimcha. Hamma hujjatlarimni menga o'sha ishga taalluqli bo'lgan nima hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta o'sha portalning o'zidan oldim men. Bitirdingiz? Bitirdim. Hammasi ichida. Shu pasportim bo'yicha, turar joyim bo'yicha, diplomlarim bo'yicha hamma ma'lumotlar bitta ichida bo'lgani uchun menga qulayligi shu yoqda. Keyin elektron kalitlarimni nazorati bo'yicha ham kirib turaman hozir. Va avtomobil boshqarasiz? Avtomobil boshqaruvchilar uchun ham ko'plab xizmatlar mavjud. Masalan, hozir trend bo'lyapti, ya'ni jarimalar. Albatta, qoidabuzarlik sodir etgan har bir haydovchiga endilikda jarima ballari yozilyapti. Va mana shu jarayonlarni tekshirib, kuzatib borish uchun ham MyGo.uz portalida maxsus o'sha xizmat ishga tushgan. Va bunisini bilmasdim lekin. Jarima ballarini tekshirish mutlaqo bepul. O'zi taksichi emas-da siz bo'lmasa. Qayerda ishlaysiz? Mashina tiqinglar. Men o'zim jurnalistman va raqamli savodxonlik borasidagi targ'ibot ishlarini amalga oshirish uchun ham bu loyiha tashkil etilgan. Va mana shunaqa suhbatlar qilib boryapmiz. Azizbek, internet zamonida yashayapmiz va sezgan bo'lsangiz, butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham turli sohalarda raqamlashtirish jarayonlari ketyapti va bu jarayonlar oddiy odamlarning hayotiga, siz va bizning hayotimizga qanchalik foyda keltiryapti deb o'ylaysiz? Ya'ni qayergadir borib navbatda turib bitiriladigan ishlar bugun oddiy qo'l telefoni orqali bitirilishi. Juda yaxshi. Buni juda yaxshi xursandman bu narsadan, qo'llab-quvvatlayman. Kerakli narsa deb o'ylayman. Issiqda, sovuqda, o'sha navbatlar kutib, ochratlarda qolib ketib yurgandan ko'ra mana shu elektron bo'lgani yaxshi. Raqamlashtirilgan. Tizim ma'qul. Azizbek aka, manzilingizga ham yetib keldik. Tanishganimizdan juda ham xursandmiz va bugun bo'lgan suhbatlarimiz balki boshqalarga ham foydali bo'lar. Siz tomoningizdan aytilgan ma'lumotlar yoki suhbatimiz davomida bildirilgan fikrlar. Qurib qo'ymaymiz. Sizdan hech qanaqa mablag' olmaymiz olib kelib qo'yganimizga va bundan tashqari bizni my.go.uz portali tomonidan taqdim etilgan maxsus
sovg'amiz ham bor, sizga shuni taqdim qilamiz. Ushbu sovg'a sizga Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan doimiy ravishda foydalanib yuring va ushbu qulayliklar siz hayotingizni ham qulaylashtirsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yakkaso'ri Rakat mahallaga. Mayli, chiqing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Meni ismim Jasur. Meniki Jahongir. Xursandman tanishganimdan. Jahongir, siz MyGo taksi loyihasining navbatdagi omadli ishtirokchisiga aylandingiz. Zo'r-ku. Ana kamera bu yoqda. Agar qarshi bo'lmasangiz, siz bilan manzilgacha raqamlashtirish va mana shu boradagi yangiliklar haqida gaplashib ketsak, fikrlaringizni eshitib ketsak va sizning manzilingizga butkul mutlaqo bepul yetkazib qo'yamiz. Bo'ldi. Raqamlashtirish deganda nimalarni tushunasiz, Jahongir? O'zim ham shu sohaga yaqin, o'zim aytishlayman. Aha, aytishningsiz. Ha, shunaqa. Ha, demak yaxshi ma'lumotlarga egasiz. Ha, shu sohaga yaqin. Tushunarli, yaxshi. my.go.uz portalidan oxirgi marta qachon foydalandingiz? O'zi tez foydalanib turasizmi? Ha, tez foydalanib turaman. Hamma hujjatlari o'sha yerdan yuklayman-da. Oxirgi marta ishga kirayotganimda ish hujjatlari tayyorlash uchun MyGo'ga kirgandim. O'qiysizmi? Ha, o'qiyman. O'qish jarayonlarida qanchalik sizga foydasi tegadi? Asosan shartnomalar o'qish joyida ma'lumotnomalar olishga MyGo'ga kiraman-da. Hozirgacha demak ko'p bor foydalangansiz va umuman davlat xizmatlarini ko'rsatishda raqamlashtirish jarayonlari insonlarning hayotiga qanchalik qulaylik tug'dirdi deb hisoblaysiz? Juda ham qulaylik bo'ldi deb o'ylayman. Sababi raqamli texnologiyalar уже O'zbekistonda ham ancha keng rivojlanib keldi. Oldinlari dokument qil, u joyga bor, bu joyga bor, navbat kut degan narsalar ko'p bo'lardi. Bunaqa raqamlashtirilgandan keyin bu narsa onlayn tizimga o'tdi, bu narsa osonlashdi yana. Uydan chiqmasdan turib internetda telefonimiz yoki kompyuterimizdan biz bemalol o'zimizga kerakli xizmatni, ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Shu narsa qulaylik bo'ldi, zo'r. Tushunarli, yaxshi. Bir kun menga bittasi yozyapti, ya'ni o'sha mygo.uz portali haqidagi va undagi qulayliklar haqidagi ayrim yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirganimda mashiniklar bir nima degan fikrlar yozyapti. Keyin bir surishtirib ko'rsam, ba'zi firibgarlar shu MyGo portalidan juda ko'pchilik foydalanadi-yu. Shuni birga bir qilib oxirida o'sha mygo.uz o'rniga misol uchun mygo.uz.net yoki .com qilganga o'xshagan o'zgartirishlar kiritib turib ham odamlarni tushirmoqchi bo'lganlar bo'lar ekanda. Va shuning uchun ham har bitta kirayotgan saytimizga, har bitta kirayotgan, bosayotgan havolamizga e'tiborli bo'lishimiz kerak-da. Telefoningiz orqali yoki notebook, kompyuterlaringiz orqali eng ko'p qaysi ilovalardan foydalanasiz? Hozirgi kunda endi baribir juda ko'pchilikda bo'ladi. Asosan ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Instagram. Undan keyin sun'iy intellektdan ko'p foydalanamiz. ChatGPT. Ha, ChatGPT, Cloud intellektlardan ko'p foydalanamiz. Manzilingizga ham yaqinlashib qoldik. Juda ham xursandman mana shunaqa bilimli yoshlarimizdan biri bilan bugun suhbatlashganimdan va o'ylaymanki, bugungi aytilgan ma'lumotlar, fikrlar balki boshqalarga ham foydasi tegar, boshqalarga ham bir manfaatli bo'lar. Jahongir, tanishganimdan juda ham xursandman siz bilan. Shunaqa iqtidorli yoshlar ko'paysin oramizda. Va sizni manzilingizga bepul yetkazib qo'yishdan tashqari siz uchun atalgan maxsus sovg'amiz ham bor. Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazidan va MyGo taksi loyihamiz tomonidan sizga mana shu sovg'ani taqdim etamiz. Rahmat, sizlarga ham ishlaringga omad tilayman. Mana shu yerda siz bilan xayrlashishimiz kerak. MyGo taksi loyihasining navbatdagi sonlarini ham kuzatib boring va mana shunday qiziqarli hamda foydali ma'lumotlarni yo'l-yo'lakay sizga taqdim etib boramiz. MyGo taksi loyihasining Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali kuzatib borishingiz mumkin. Savol va takliflaringizni esa video ostiga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.